Imom Zahabiy, Imom Buxoriyning hayotlaridan quyidagi rivoyatni keltiradilar. Bir kecha Imom Buxoriy namoz o'qir ekanlar, ibodatga muhabbatlarni ham bu yerda keltirganlar. Agar yuzimizga, qo'limizga ibodat qilayotganimizda bir pashsha qo'nsa, darrov bezovta bo'lib qolamiz shu qo'nganligidan. Lekin bu kishi berayotgan ma'lumotda bir kecha Imom Buxoriy namoz o'qir ekanlar, ari 17 marta chaqdi. Namozni tugatgach, qaranglarchi, meni nima bezovta qildi degan ekanlar. 17 marta ari chaqdi. Shunda aytgan ekanlarki, qaranglarchi, meni nima bezovta qildi ekan deganlar. Shunchalar namozga muhabbatlari kuchli bo'lgan. Ibodatga kirishgandan keyin Alloh bilan muloqot paytida mana shunday holda turganliklarini ham rivoyat qilinadi.